Bu gol Messining tarixdagi eng yaxshi futbolchi ekanligini ko'rsatadi. Verratti to'pni tortib oldi va darhol o'ng tarafdagi Messiga uzatdi. Messi to'pni darvoza tomon olib, boshini ko'tarib, Mbappeni markazda bo'sh ko'rdi. Lekin agar darhol uzatsa, to'p osonlik bilan to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun Messi ikkilanib, yugurishni davom ettirdi va Hakimining orqadan kelib pas variantini taklif qilayotganini ko'rdi. Keyin Messi tanasini xuddi yon himoyachiga uzatgandek qilib burdi va himoyachi aldovga tushdi. So'ngra oxirgi lahzada yugurishni sekinlashtirdi va darhol ichkariga kirdi. O'sha paytda ko'pchilik futbolchilar Neymarga chuqur pas bergan bo'lardi, lekin Messi boshqasini ko'rdi. U Mbappening yugurishiga mukammal pas berdi va harakatini davom ettirdi.